Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan to'ta xo'jayin prezident aytdi. Svetlar 5 kun o'chib turadi dedi. O'shunaqa dedi. Biz hozir qorong'udamiz. Ha. Agar to'xtin ben narsani yo'q qo'ygandim o'chirib. Ha bo'ldi, nima ishlayapti endi? Quloq ketdi yuzga. To'xta. Bilsiz oqmi? Oq quloqmi? Ne? Bilan bo'lib ketdi. Bu qaytadan to'lib qo'yapti bu. Balki kampirda o'tirayotgan. Samimiy quruq. Nima qilyapsan birovni? Yepma. To'xta. O'yma. Bu mana do'stim. Dadam. O'qishloqidan qo'rqyapti ekan u o'qishloqidan. O senga o'tiraversin. Ben huzurima. Nima deysan? Qattan bildi ben huzurima. Chunki o'qishloqqa tug'ilibdi-ku. O'shandan bildim. To'q qo'yasizmi? Narsalarga demang. Nimaga buni buzyapsiz? Aka, nimaga buni buzyapsiz? Uzun sig'iraman, biladim. Qavat. Qoch. O'ladi hozir, iltimos. Qishloqqa qoch. Qochmay qo'rqaman, nima qilay? Voy, bechasiga. Tiqildi. Ana senga zo'r bo'lib qoldi. Bo'ldi. Qara, cho'tkimi? Kompyuter bormi? To'xtang, men kompyuterim yo'q-da. Shu uy bo'ladimi, uka? Mana cho'tka qildim. Bu ham qo'rqoqdi-da. Bugun seni uyingda qolaman, xo'pmi? Xo'p, men bayatishgani qani? Xursandligini. Mana ham bor. Fana qatdan olish? Fana qasib keldim. Men qanisiz? Men bu xursand bo'layotganini. Uka, qoch. O'zi zo'g'i bitta o'zimiz o'tiribmiz. Qoch. Ketdik. Kayinga qol. Tamam qo'ymoqchimisan? Shoxni oldiga yurchi, suvga tushib ketaman. Ketdik. Qishloq katta ekan. Bilsanglar, birinchi uydimda qishloq bilan. Qishloq yana. Mana yana bitta qishloq. Qishloqqa qoch. Nima? Yo'q, qoch. Qoching aka, qoching. Qochdik. Uyda agar bilsanglar, birinchi qismida masa qishloq bizga aytib bergan edi. Uchinchi qismi. Kamki uyda o'tiramiz, charchab ketdim. Bayatishkelik ozgina uxlab Nima? Bor chiqib ket bir uydan. Uyalmaysanlarmi? O'ldirib sen. To'xta, tepamiz. Voy! Qana o'ldirib. Yo'qol. Ikkita o'tdi ular. Uchta bo'ldi. Yo'qolinglar. Teminglar. Qo'y. Kamma uxlab. Mana qilib oldim endi. Hech kim qolmadi. Mana uxlab olaman. İban düz olman. Kelganingni yirtaman. Qo'rqmang, qolmaydi uyga. Nima kirib bo'lmayapti? Nima edi? Meni qo'yib qo'yibman, buzaymi? Tursin, kirolmaydi. Gaplashib o'tirib. Kam qishloqiga o'tirchi, mana bunaqa dimanga o'tirib. Qishloqiga nima bo'lgan ekan, O'shanga haraman mana. Agar o'sha sehrga boydi, qishloq aytganda deysizdami? Birinchi qismida. Balki shu qilgandir. Nima qilsa bo'ladi? Bilmayman. Qilla chiqib uyamizni ikkalasini. Ikkita bo'lib qopti. Demak, bittasini ichiga. Uymen. Kampir kirgan, bilasanmi? Bilaman. Uymen iltimos. Demak, eshikni ochib qo'ying. Narsamni ochib qo'ying. Hazilay, so'qatapman. Narsalarga tegmang.
Bo'pti, sizga oltin olma. Bezga. Menda sabzi bor. Men ketdim somonga boshlab. Men to'g'rilab kelaman. Endi men cheksiz odamman. Qachon qochibdi? Unasan menga. Mayki bu. Hey, aka mayki bu. Ha? Mayki. Mana. Bu mayki siz. Bo'ldi, ketdim, bo'pti, ketdim. Ha, iki bermoqchimisiz? Bo'pti. Bo'pti, ukam men o'zimni bog'imdan terib kelay. Akamni keyin tutanaman deydi qusloq. Men yo'q. Do'stlar hamma biladi. Videoda oqsloqi. Ukam quyam biza tarafga ketib qopti. Oqsloqi. Quyamni uyga olib boraymi? Men uyga olib boraman, men quyonlar yaxshi ko'raman. Aka. Bu ikkita emas ekan. Ana undan oqsloqidan uchta ekan. Akamga xabar berishga bu narsani. Akam oyoqlarini ko'rib oldim. Aka! Hey aka! Nima bilatishga? Ana oqsloqi bor. O saati uchta ekan. Yo'qda. Ukam men yangani sotib oldim, agarot. Bu qani? Mana-yu. Mana ikkinchisimi? Ikkinchisi. Uyning orqasiga qara. Uyning orqasidagi. Ha, bumi mana u. Yo'q. Men ham sotib oldim. Uyimni anonsi yo'qdi. Makla top chiqib. Ana o'tga qarang. Aka. Ana o'tga qarang. Ana qishloqlar bor, oqishloqim. Ularchi nechta bo'pti aytayman. 3ta bo'pti. Agar biz ikkinchi qismida Vanota qishloqi biz zaharlan qo'ygan edi. Bo'lotgan bo'lsa mana suvga tushirgan. Videoda hamma qo'ygan u qismini. Like 100 ming tak bo'lsin kerak, davay. Piska bos esdan chiqmasin. Boshlayman. O'qishloq deb o'ylabman. Aka bo'ptimi o'qiyman. Kim bega o'qiydi? Svetoshti hozir kimdir bor. Bori o'shani qo'ylab. Qishloqqa hamma bo'pti. Qishloqdan qochibman. Hamma uyga yo'qol. Yo'qol uyga. Uyimga yo'qol. Mah. Qo'llab turasan, zavod. O'shanaqa dedingmi o'zing? Aka? Qo'lim bor endi meni. Qochib ketdim ol. Aka. Qaytib qo'tasam? Kim yuradi? Yuradi, tez. Qoching. Samonlarim ekib boraman aka. Aka. Lekin oqishloqqa juda yomon-da. Menga o'sha yoqmaydi, turk yoqmaydi-da. Hech kim yoqmaydi turk. Stop. Siz ikkinchi qismida masna esizdami? Ukam meni jim. Radio aytdi, yuribdi. Meni uyimga ketdi, meni uyimda. Yaxshi aytadi. Qo'shtir ishini qilib qo'yaylik. Ayting. Men yoz tiqib qo'ydim. Sizlarga yangiliklarimiz bor. Ha. 15-qishloq sizlarning Shohruf va Behruzlarda qishloq, to'g'rimi? Ha, o'shanaqa-yu. Shu yerda Shohrufning uyi bor. O'sha yerga ruh oq qishloqi bor. O'sha oq qishloqi ruh bo'lganini hamma bilsa kerak. O'sha oq qishloqqa Shohrufning uyini nimada qilyapti? O'shanga Shohrufning uyidagi hech nimaga tegmanglar. Bo'lmasa sizlarga ham ruh urib qo'yishi mumkin. Hammaga xayr. Keyingi radiolargacha hammaga xayr. Eshitdingmi ukan? Eshitdim. Uyga borib ko'rish kerak. Uyga borish mumkin emas dedi. Kech qo'lim. Uxlagim kelmayapti, senda hammi? Menda uxlagim kelyapti-da. Uxlamaymiz. Bitta suyit bo'lmay. Ikkinchi damini qotdi.
Yo'q, eskimikan. Qara kimdir damlamalar qilyapti. O'qishloqilar. Damlama qilishyapti. Nima suyutam bormi? Shu bizada svet yo'q-ku. Ular ko'rib qolmasin, uxlaganimizni biladi. Shunga deyapman, mana shunda poylab o'tiramiz. Nima? Ular bayram qilyapti ekan. Yo'q, menga damlama qiladi dedi. Radio. Ketdi, adreslab ketdi. Qoch. Biz radioda gapirmoqchi bo'lganimiz Shohruxning uyi zaharlanadi. U yerga kirgan odam o'lib qolaveradi. U yerdagi hech narsaga tegmanglar. Bo'lmasa sizlar ham o'lib qolishingiz mumkin. Iltimos, sizlardan yollanib so'raymiz. U uyga kirmanglar. Iloji bo'lsa, koronavirus deb yozib qoldiringlar, deb yozib ketish. Nima? Fay. Oqishloq o'ldirib kelaman, qo'rqmayman undan. Yana radio ishladi. Voy qanaqasiga. Oqishloqi hammadan ham kuchli bo'lgan. Ehtiyot bo'ling. Nima? Oqishloq shunda hozir bu o'lmas bo'lganmi? Jam. Gapirishyapti. Men Behruz bilan Shohruxni yo'q qilaman. Nimaga degan ular meni asabimga tegyapti. Men Shohruxni uyida bugun zaharlayman. Agar o'zi uyda bo'lmasa, uyini yo'qolaman. Bitta kuyasin kim? Uyini yo'qolaman. Kim ishdimi? Hozir o'ldirib kelaman, patakini beraman. Xulo o'ldiraman. Men keyin Shohruxga jirsin. Ertalab. Kimsan? Men o'qishloqqa ishlayman. Uka, Ha? o'zimni tutolmayapman. Dori ber. Men o'qishloqqa ishlayman. Non ber, suv ber. Men o'qishloqqa ishlayman. Sen o'ldiraman. Suv ber. Bo'ldimi aka, o'zingizga keldingizmi? Ukam, Ha? uyimizni himoyalash kerak. Yurman uyimdagi. To'xtab turing. Daraxt temirlarim bor. O'shani olib kelaylik. Ana oqishloqni o'zi patakini Kiyimlar ham bor. U yoqda yur sekin. Zaharlamasdan olib kelaylik, yurkan. Ana oqishloqni makovatda tepada o'lmoqchimi? U bilmayman uni menga, lekin sekin ehtiyot bo'lib yur, ehtiyot. Ana oqishloqdan qo'rqmayman undan. Xo'p, o'zingga kiyimlarni ol, men o'zimga ikkita kiyim oldim. Yo'q ekan. Kiyimlar olsang o'zingga. Bolta bu. Kirka yo'q. Bolta. Bo'ldi. Shuna bloklarni o'qitlarni qara ko'pligi nimani uyimda? Da. Aka o'zim patakini berib kelaman. Sandiq sindirib polni istib ketamiz ukan. Sani uyingda ko'p sandiq bormi? Ikkita sandiq bor bo'ldi. Men namunim to'ldi. Ana ularni qo'yganini o'zing ol. Buncha ko'p o'qatish ketdi. Yurtesizda. Ketdi bitta. Ketgan uni o'ldirib. Ha. Divan bor aytgancha yur. Qo'sh. To'xtang, oqishloqni o'ldirib kelayman. O'qishloq. Kuchli, men to'xta kiyimimni kiyib olay. Bo'ldi, ketdi ukan. Ertaga uni patakini beraman, nima? Uyga kir, uy katta qilish kerak. Ikkalangga zo'n narsa keldi. Nima? Hammalarni buzamiz. Nimaga? Katta qilamiz deb uyi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Obunachilar xafa bo'lmaydi. Qishloqqa kuchayib ketgan hammadan. Hozir anonda eshitgan bo'lsanglar gap. Hozir men tichaman, bo'lib kelay. Qo'rqmayman, qaytaman. Ukan urasan qo'ygan, Behruz qo'ygan, o'lib qolmay ukan. Unda ertagacha kamon olib kelamiz, bo'ladimi? Eshik, qani eshik? O'zi menda emasmikan? Yo'q, menda bitta pechka bor. Qo'chunda. Men Amana eshik bor ekan. nimaga bunaqa qilamiz? Kattaroq qilamiz, kattaroq yashaymiz davomli. Kattaroq joyda davomli. Qanaqa o'tamiz o'tdan buni buzaganmiz-da. Eshik qochib turchi ukan. Mana buzib olaylik. Mado, masna Qoch.
Bo'ldi. Endi o'tsa bo'lar ekan. Bu yerda mana yo'q. Bu mana kompyuterim bo'ladi. Mana boltam qani mana. Radioni olib kelayman uyingizda. Sizning kelsa aytakan. Ey, boyida men mahsini kompyuter ko'rmoqchiman men. O'zingga. Mana yana ikkita sandiq qo'shamiz. Qo'shdim. Topdim. Hozir. Buni hamma narsani solib tashlab. Qishloq kelmasa bo'ldi. Uyini yaxshi ham katta qildik. Do'stlar, men sizni video masjidda tugatmaymiz vaqti. Ya tugamaydi. Oqshloqni o'ldisi tugatadi. Oqshloq o'zidan ketib qolibdimi? Tichvoy o'zida. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, tichvoyganu. Chiqaradi bizni yer tormasa bo'ldi. Yetolmaydi. Kecha meni o'ldirmagin. Kecha mahallada shapallanib. O'sakos boshlandi. Bugun Instagramda basharasi qishaygan. Instagramga masa ko'ryapsizmi? Ovqatlarimiz ko'p ekan. Bilaman, men passimda buni olib tepaga qo'yaman. Narsalar bu qilichim olaman bo'ldi ekan. Men qilichim olay. Uyimiz katta-yu, to'g'rimi? Qaranglar. Gilam bor edi-ya. Gilamni qo'yib chiqing meni. Rang-barang qilib. Aka, bunaqa emas. Oq bilan qon arasida qo'ying-da. Yaxshi nima qilmaydi bugun. Meni bab. To'ta qon o'tqolmayapti-yu menda, o'tqolmayapti. Bugunchalik sog'liqning yana zaharlashi. O'zingizni saqlab qoling. O'zingizni saqlab qoling. Ukam eshitdingmi? Eshitdim. Oqshloqning uyi katta edi, aytvoying aka. Bitta gap aytaymi ukam? Uying kichkina-yu. Hozir yana bitta eshigim olib kelaman. Yugur. Oqshloq o'zi zaharlashib. Yugur. Oqshloqni titiraman nima? Ukam tiyma oqshloqiga. Qo'rqmayman men. Eshigini olib qochaman uyimning eshigini. Oqshloqqa jinni bo'lganmisan sen? Sen uyingga qara uyga ketibdi. Nima gilamlarim tushib ketibdimi? Qancha? Gilamlar tushib ketibdi. Kirkini olib turdim. Mayli olib turing. To'xtang, men bilan olayman. Mas gilamlarni. Nimaga meni o'ldirmoqchi aynan meni? Kompyuter o'ynab o'tiribman, to'xtang. PUBG o'ynab o'tiribman. Bu radioam eshitiladi. Kompyuter ham bo'la oladi. Bu fay gulli. Nimaga? Yo'q. Do'stlar, videoga like, obuna bos qo'yinglar, davay tezda. Sizlardan hech narsa. Davay like, obuna bos qo'yinglar. Aka, gilam buni qo'ymang. Menga buzib. Ukam shunda farqi yo'q. Bo'yicha qurib tashlayveramiz. Nima deganda qishloqqa uying kichkina-yu, shunga kattaroq qilib qo'yamiz. Yashash obunachilar fikr bildirmaylar. Farqi yo'q qanaqa uy bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri aytib ekanman. Minecraft qotib qoldi. Voy. Qaytadan chiqib kiraveramiz. Akam qaytadan chiqib kelyapti. Nimaga desizlar qotib qoldi ekan. Biz kompyuter o'ynab turamiz. Bos, aynan bos, davay. Biza behuz ikkalamiz zo'r yashayotganimizda o'sha oqshloqqa kirib keldi. Biz ikkalamizning. Eshitib. Qishloqlar ozgina bo'lib qoptimi? Demak, qishloqlarni zaharlayapti. Nimaga qishloqlar zaharlayapti? Nimaga aynan biza zaharlanishga? Hadi. Yo'qol.
Hadi. Yo'q. Hadi. Nima? Yolda ushlab ketibdi. Gapirtirchi. Radioda hamma narsa aytilish boshlayapti. Qishloqqa ekan bittasidan oldi endi. Uchinchisi ikkitasi qolib ketdi. O'shani uchun ehtiyot qiling. Iltimos, qishloqning kuchiga yetmaysiz hech qachon. Nima? Gap eshitdingizmi aka? Eshitdim. Uyini ham cho'tkani, uyini ham cho'tka Qatnish. katta qilib qo'ydim. Hech nima qilmaydi, ukam yashab turishga hech nima qilmaydi. Katta bo'lsa. Qishloqni o'rlagim kelib ketibdi-da. Uyni oxirida ko'rsanglar qishloq o'ladi. Bu divonlarni nariyoqqa o'tkazamiz. Aka, biz oqishloqqa borib bizani keyin bir videomizda zaqaylab qo'ygan edi. U ikkita divonni ham masjidga qo'yib, hech kim yo'q joyda o'tiramizda. Maskamatiga. Aka, to'xtayman, gapim bor akamga. Ana ularga reklama bo'lib qoldi. Do'stlar, bilsanglarga Oqishloqqa videomizda bilsanglar bizani o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Ikkinchi qismida o'sha Oqishloqqa o'ldirmoqchimiz biz endi. Nima bo'ldi? Endi qishloqqa yo'q. Nima? Qattan qilyaptilar Oqishloqlar. Ha. Olmaning. Yaxshi qiladi. Cho'tki mana. Emondan boy ekan yaxshimiz. Robot ketishki. Bizga bittasini qo'yamaman. Yaxki eshigini tema qo'yib qo'yamiz aytgancha. Yo'q, taxta qo'yib qo'yaman men. Taxtani biz olmaydi. O'sha taxta. Qochdim. Qo'ydim. Men gilamlar yecholi. Yechol mana qilaman. Olmaydi keyin. Bo'ldir. Mamlarni bizam. Yaqa o'te. Mashinani qo'ysa joy bo'ladi. Mashina himoyani mabda turamiz. To'da qonimiz ochiq qolmayapti. Do'stlar, bizani videomizda yetimlarni baxti. Nima? Oqishloqqa gapiryaptimi? Vay dinle. Oldu olmayacak ukajonim qisib o'tirdim hozir. Ukam baxti. Yo'q, u chiqto'yi, bu chiqto'yadi, 100 tonaga. Men suyutim bor ekan. Qo'y. Qo'ying. Do'stlar, Qo'shib turgan. video Maslik kerak-ku. ko'rmaslik uchun biz o'ynashni bilaman men. Nima qilamiz, aytaymi? Bo'ladi, kesati. Qilolmaydi ku. Quflangan bu. Mazza. Yusuf, kecha eskiyam bo'lsangiz Oqishloqqa aytgan edi. O'ldaman deb. Bo'ldi, endi ukam videoni tugaturaylik. Ikkinchi qismini keyin, to'rtinchi qismini keyin olamiz, bo'ladimi? Davay. Sizlar bilan Behruz va Shohrux bo'lgan edi.